Sizlarga Janubiy Koreyada to'y marosimlari qay tarzda o'tishini ko'rsatib beraman va milliy to'ylarimizdan nimasi bilan farq qilishini birgalikda ko'rib olamiz. Bo'lmasam, 이리 누나 너무 이뻐요. bizani kelinimizni ko'rishingiz mumkin. Hozir jiddiy qiynalib tushyaptilar zinalardan. Mana orqa kuyovimiz unaqa ko'p vaqt yo'q ekan. Mana sizlar kuyovimiz bilan birgalikdasizlar. Tashkent, thank you. How is the mood can? Very good. Did you sleep yesterday? No, I didn't actually. I'm so excited. Yeah, then I don't want to really keep you here. Then good luck and see you on the wedding. kelin bilan kuyov onalari kirib kelib, shamlarni yoqish orqali boshlab berishar ekan. So'ngra ta'zim qilish orqali mehmonlarni salomlashar ekan. Va eng oxiri bo'lib